Aksariyat bilmaganlar uchun avval tanishtirib, so'ng boshlamoqchiman. Trimurti, Alloh nuridan to'g'ri material tanaga o'tgan yuqori kuch. Trimurti uchligidir va ushbu uchlikning biri Narayana bo'lib, uning yerdagi tug'ilishi Krishna ko'rinishida bo'lgan va bu 5000 yil avval Kali Yuga davri boshlanmagan vaqtda bo'lgan. U shoh darajasiga yetgan. Endi uning dono rivoyatli voqealaridan birini aytmoqchiman. Krishna o'z podsholari donoligini sinashni xohlaydi va bir kuni o'z huzuriga yovuzligi va saxiysizligi bilan butun davlatda mashhur bo'lgan Daryodxon ismli podshoni taklif qildi. Uning xalqi doim qo'rquv ichida yashardi va juda ham qashshoq holatiga kelib qolgan edi. Krishna Daryodxon podshohiga dedi: "Men xohlaymanki, sen dunyoni kezib chiqib, menga chinakam qalbida mehri va yaxshiligi bor insonni topib kel." Daryodxon javob berdi: "Ha, albatta, xo'p bo'ladi", dedi va itoatkorlik bilan izlanishga yo'l oldi. U ko'plab insonlar bilan uchrashdi va gaplashdi. Ko'p vaqt o'tgach, u qaytib kelib Krishnaga dedi: "Men aytganingni bajardim. Butun dunyoni kezdim, lekin men yaxshi insonni topmadim. Uchragan odamlarning barchasi o'zim sevar va yomondir. Faqat o'zimga bo'lsin, o'zimnikilarga bo'lsin" deydi. "Sen izlayotganing kabi yaxshi insonni topish mumkin emasdir." Krishna unga bora qol dedi va boshqa bir podshohni chaqirdi. U podshoh saxiyligi va mehribonligi bilan mashhur bo'lgan Dharmaraja ismli podshoh edi. Uning xalqi uni juda ham sevib qadrlashardi. Krishna unga dedi: "Dharmaraja, men xohlaymanki, sen sayohatga chiqib, menga hech bo'lmasa, bitta bo'lsa ham haqiqatdan yomon, mehrsiz bo'lgan insonni olib kel." Dharmaraja ham itoat qildi va sayohatga tushdi. Ko'plab insonlar bilan uchrashdi va gaplashdi. Ko'p vaqt o'tdi. U qaytib keldi. Krishna huzuriga kelib dedi: "Ey hukmdorim, men seni xafa qilsam kerak. Men hech kimni topolmadim. Aldangan odamlar bor, yo'ldan adashganlar bor, nima qilayotganini bilmasdan harakat qilayotganlar bor. Uyatga qolib, uyalmayotganlar ham ko'pdir, lekin chinakam gunohkor insonni topmadim. Ularning zaifligiga qaramay, ularning barchasini yuragi yaxshidir. Ba'zilarida adashganligi, yanglish yo'ldaligi, o'quvsizligidan anglolmasligi ortidan esa xatolari ko'pdir. Ammo har birining mehri va sevgisi bordir qalblarida", dedi. Bu voqeaning asl mohiyatini qalbi uyg'oq, hayotdan o'quvini ola bilayotgan insonlar albatta tushunadilar.